Şahınlardan söyler, şahınlardan söyler. Sallarım bakarım. Pingvin. Olmaysan qo'limni. Usta, bugun bitadi. Ha bitadi 3-4 kunda. Kecha ertaga bitadi dedingiz-ku. Shunaqa bo'lib qoldi-da endi. Ha shunaqa bo'lmasin-da endi. 10 kunda bitirib beraman degansiz. Bugun 24-kun-ku. Ha bo'pti. Alo? Bugun bo'shayman deyaptilar, kelyapsizlarmi? Ha, hozir bir soatda boramiz. Ustoz, hozir gaplashdingiz, uyda egasi bilan jo'qqa javob berishdi, bilasizmi? Hali telefonda odamga 3-4 kunlik ishimiz bor, bitirib olib keyin boramiz, siz bo'lmaydimi? Menga qara shogird. Hech qachon mebelchi ustalar bunaqa gap gapirmaydi. Tushundingmi? Akajon, qirib bo'shmama. Agar materialni kestirib olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, ertaga boshlab yuboramiz. Odam podamas ekan ustoz. Anaqada 4 ta ishingizda bir kundan ishlab qo'ygansiz. Ana amakini ishini bir oydan beri qilib berganingiz, men sizni hokkazdan kalta yegim kelmayapti ustoz. Agar sen bunaqa oqilona fikrlagan bo'lsang, hech qachon mebel usta bo'la olmaysan. Suf senga. Mebelchi ustalaringiz ishi zo'r ekan. Ha, sizni mebellangiz bittami? Qatta 10 kunda bitirib beraman degan 30 nechidir kun bo'ldi, hali ham cho'zilib yuribdi-da. Mani ustalarga aytmayapti, tezda ishingizni bitirib beradi. Hozir shakkayda ish qilib turadi. Ha bo'lmasam men bilaman qaytganligini. Qani usta? Vahshiy ajratish yo'q nima bo'lsa. Yaxshi emas, yomonmas qabul et. Borimcha kimda